Bugun saharlikka negadir xonim yegimiz keldi. Koreyada ikkalamiz yashaganimiz sababli qasqon sotib olmagan ekanmiz. Lekin sizning udabron egizaklaringiz xohlagan ishni qilishmasdan qo'yishmaydi. Ushbu videoda Miss-Missning ferminni xonimlarini o'rganib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Iftorlik qilib olib, masalliqlar sotib olish uchun market tomon yo'l oldik. Albatta, birinchi bo'lib o'zimiz yoqtirgan kofeni ichib oldik. Hamisha atrofimizdagilarni hayron qoldirib yuramiz. Hattoki bir koreys inson bizni ikkalamizni ko'rib arvoh ko'rmanman deb hushdan ketib qoldi. O'zimiz ham qo'rqib ketdik. Odatda mahsulotlarni onlayn buyurtma qilamiz. Kech payt zakaz qilsak, ertasi ertalab eshigimizni tagida bo'ladi. Bugun esa o'zgacha o'tkazgimiz keldi. Fotima Zuhra o'zi hayotingizda davomida alohida ham yurasizlarmi deb ko'p so'raysizlar. Yo'q, oddiy magazinga ham birga chiqamiz. Agar biror bir ishni yolg'iz qiladigan bo'lsak, xuddi bir qo'limiz yo'q bo'lib qolgandek bo'ladi. Chunki 25 yildan beri hali bir marta ham ajralmaganmiz. O'ng qo'llarimizni o'ynatib, xamir qilib olib, nachinkamizni tayyorlab oldik. Ana bo'lmasam, uyimizda qasqon tugur xamir yoyish uchun o'qlovimiz ham yo'q ekan. Undan keyin shvabra qidirishni boshladik. Afsuski hech narsa topa olmadik. Mayli deb Fotima Zuhraning xamir yoyish layf-haqini ko'rsatib ketdik. Hech narsa yo'q deb o'tirish bizga xos emas. Yechim topish bizning shiorimiz. Bizni kuzatib kelganlar yaxshi bilishadi. Fotima Zuhraning ikki xil narsasini o'zi yo'q. Uyimizda hamma narsa 1+1. Shunday qilib ovqatni pishirish uchun plitaga qo'yib, uyimizni yig'ishtirib oldik. Qasqonsiz skоворodkada xona pishirishga necha baho berasiz?